Mozorda tirilgan Nilufar. Hayrat va alam o'rtasidagi hayot haqida haqiqiy voqea asosida yozilgan hikoya. Qishning sovuq, qattiq shamoli bor vaqtlaridan biri edi. Ko'k yuzni qora bulutlar bosgan, hech narsaga umid qolmagan bir tongda Farg'ona vodiysidagi bir kichik mahallada chaqmoqdek xabar tarqaldi. Nilufar o'ldi. Bu xabarni eshitgan odamlar avval ishonmadi. Axir kecha uni ko'rishgandi. Ertalab eriga nonushta tayyorlab bergan, bolalarni maktabga jo'natgan, hatto qo'shnilar bilan choy ichilgan. Ammo nima bo'lsa bo'ldi. Bir necha soat ichida barchasi o'zgargan. Nilufar 38 yoshda, 2 farzandning onasi. 5 yil avval eridan ayrilgan. U haqiqiy ma'noda sabrli, to'g'ri va mehnatkash ayol edi. Mahallada uni hurmat qilishar, chunki u hech qachon og'ir so'z aytmagan, qarindosh urug'iga yelka bo'lgan haqiqatni gapirgan. Kunduzi u ish joyida o'tirgan paytida qiynalib qoldi. Avval boshi aylandi, so'ngra yuragi urib, hushidan keta boshladi. Hamkasblari tez yordam chaqirishdi, lekin o'tkir yurak xuruji deb tashxis qo'yishdi. Shifokorlar afsus kech qoldik deyishdi. Keyin esa janoza, yig'i-sig'i, bolalarning ko'z yoshlari, onasining behush qolgani va kafanlangan bir jasad. Ertasi kuni yerlashtirish paytida odamlar gilamni ko'tarishdi. Imom qabrning yoniga tushib duo o'qirdi. Odamlar yuzini mahzun tutib qarashlar, ayrimlar hali ham balkim xato bo'lgandir deb shivirlashardi. Lekin endi hammasi kechday tuyulardi. Lekin aynan qabr ichiga tushirilayotgan paytda bir narsa yuz berdi. Qishloqning qattiq shamoli to'satdan burganib, atrofdagi daraxtlarni chayqatdi. Qanotlarini bosgan qop-qora kapalak yuzaga chiqdi va o'sha vaqtda ko'zlari ochildi. Kafan ichida nafas olishga urinayotgan inson harakatlari ko'rindi. Avvaliga xayol, qo'rquv deyishdi, lekin u harakatlana boshladi. Har kim o'z ko'ziga ishonmasdi. Harakat qilyapti deb baqirdi yonida turgan erkak. Odamlar qo'rqib ketdi. Ba'zi yuraklilar unga yaqinlashishdi. Kafanning yuz qismini ochishganda u nafas olayotgandi. Tirik. Hech qanday shubha yo'q. Men tirikman, dedi u past, zaif ovozda. Men qayergadim, bolalarim qayerda? Odamlar orasida baqiriqlar, yig'i, subhanalloh degan so'zlar yangradi. Imom hatto yerga o'tirib qoldi. Bu mo'jiza edi. Shunchalik sirli, qo'rqinchli va ham vaqtda Allohning ixtiyorida bo'lgan voqea. Nilufarni tezda shifoxonaga olib ketishdi. Tabiblar hayron. Inson tushunishi qiyin bo'lgan holat. Klinik o'lim, yurakning to'xtashi, lekin miya faolligi saqlanishi. Nima bo'lgan bo'lsa, shunchaki tibbiy xulosa bilan izohlab bo'lmasdi. U 4 kun davolandi. Har tongda tiniq osmonga qarab, chuqur nafas oldi. Keyin o'z onasini ko'rib yig'ladi. Bolalarini ko'rib yig'ladi. Hech qachon o'ziga olmagan so'zlarni aytdi. Ona, men qayerda deb o'ylaysizmi? U yer qorong'u, juda, faqat bitta narsa bordi, farzandlarimning ovozi. Ular meni qaytardi. Kunlar o'tdi. Nilufar endi boshqa inson edi. Har tongda Allohga shukr qilishni odat qildi. Kechalari farzandlarining peshonasidan o'pib, ko'z yosh to'kardi. Men seni tashlab ketmayapman, deb qo'yardi. U endi odamlarga boshqacha qaraydi. O'zi kabi yetim, qiynalgan, bemor insonlarni ko'rsa, yordam beradi. Kimdir uyida yolg'iz qolgan bo'lsa, unga yegulik tashiydi. Undan nur sochila boshladi. Mahallada tirilgan ona degan nomni oldi. Kimdir unga qo'rqib qaraydi, kimdir havas bilan. Ammo Nilufarga buning ahamiyati yo'q edi. U biladi, hayotga ikkinchi marta qaytish bu tasodif emas, missiya. Bir kuni uning eshigiga taqilladi. Eski tanish kelgandi. Ilhom, yolg'iz odam, 2 yil avval xotinidan ayrilgan. Qizini olib shifoxonaga kelganida Nilufar unga yordam bergandi. U gap ocholmay yurardi. Bu safar u oshkora gapirdi.
Nilufar, hayot sizga ikkinchi imkoniyat berdi. Balki menga ham berishni xohlarsiz. Menga sizdek odam kerak. Menga hayotni qadrlaydigan inson kerak. Nilufar unga qarab bir muddat jim turdi, keyin past ovozda javob berdi. Men hali tirilishni o'rganyapman, Ilhom. Ammo birgalikda yashashni o'rgansak, balki bu ikkinchi hayot ham go'zal bo'lar. Hozir Nilufar har yili o'sha kunni ikkinchi tug'ilgan kun deb nishonlaydi. Har yili bolalarni bag'riga bosib, tinchlikda choy ichadi va har kecha yostiqqa bosh qo'yganida faqat bitta so'z aytadi: Shukr.